Rossiyadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga yangi AnjirPay ilovasi o'z faoliyatini boshladi. AnjirPay orqali siz Rossiyadan turib O'zbekistondagi Uzcard, Humo va Visa kartalariga pul o'tkazishingiz, shuningdek, naqd pul shaklida ham yuborishingiz mumkin. AnjirPay ilovasini Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Politiko agentligining axborotiga ko'ra, Trump Eronga hujum qilish yoki qilmaslik, agar hujum bo'lsa qaysi nishonlarga birinchi bo'lib zarba berish bo'yicha yakuniy qaror qabul qilmagan. Politikoning yozishicha, Amerika Qo'shma Shtatlarining Eronga ehtimoliy zarbasi shu hafta oxirida, aniqrog'i 22 fevral kuni amalga oshirilishi ham mumkin va katta ehtimol bilan bu harbiy harakatlar asosan Eronning yadroviy dasturi hamda ballistik raketa tizimlariga qaratilgan bo'ladi. Endi Pentagonning ilk bor Yaqin Sharqdagi Amerika Qo'shma Shtatlarining havo kuchlari haqida ochiqlagan axborotiga to'xtalamiz. E'tiborli bo'ling. Pentagon matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 21 fevral holatiga ko'ra Yaqin Sharqda Amerika Qo'shma Shtatlarining umumiy sonlarida 217 ta qiruvchi samolyoti mavjud va ulardan 42 tasi F-35, 36 tasi F-16, qolganlari esa F-15, F-18 va boshqa qiruvchi samolyotlar hisoblanadi. Pentagon matbuot xizmatiga ko'ra, birgina Abraham Lincoln samolyot tashuvchi kemasi bortidagi qiruvchi samolyotlar soni 62 tani tashkil qiladi va ular ayni paytda Donald Trampni hujum to'g'risidagi buyrug'ini kutmoqda. Qiziq tomoni shundaki, Norvegiyaning Free Mover nashri ma'lum qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari Eron bilan keskinlik kuchayib borayotgani sababli NATOning Cold Response 2026 harbiy mashqlaridan o'zini ajratilgan aviatsiya kuchlarini katta qismini chiqarmoqda. Bu kuchlar tarkibiga F-35 qiruvchi samolyotlari va boshqa aviatsiya bo'linmalari ham kiradi. Free Mover nashrining bildirishicha, Cold Response bu NATOning har yili mart oyi boshi yoki o'rtalarida Norvegiya shimolida o'tkaziladigan yirik harbiy amaliyoti bo'lib, Washington shu kungacha hech qachon unda ishtirok etayotgan o'z qiruvchi samolyotlarini olib ketgan emas. Bu safargi Oq uyning harakatidan shuni tushunish mumkinki, Free Mover agentligiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga zarbadan keyin Tehronni javobidan qattiq xavotir olmoqda va bir tomondan qo'rqmoqda ham. Shu boisdan ham Pentagon Yaqin Sharqqa o'zini dunyo bo'ylab keng yoyilgan aviatsiyasini tashladi. Endi Bryusselni Moskvaga qarshi navbatdagi sanksiyalarini joriy etishni kechiktirilgani bilan bog'liq axborotga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Reuters agentligining ma'lumotiga ko'ra, Yevropa Ittifoqi davlatlari elchilari uchrashuvda Rossiyaga qarshi 20-paket sanksiyalar bo'yicha bir qarorga kela olmagan. Avvalroq ommaviy axborot vositalari ayrim davlatlar Rossiya neft eksportini cheklash maqsadida xorijiy portlar va banklarga nisbatan cheklovlar kiritishga qarshi chiqqani haqida xabar bergan edi. Eshitmaganlar uchun eslatma. 20-paket sanksiyalar doirasida Yevropa Ittifoqi Rossiya nefti o'tadigan Gruziya va Indoneziyadagi portlarga, shuningdek Qirg'iziston, Laos va Tojikistondagi banklarga nisbatan yirik cheklovlar joriy etishi mumkin. Shu bilan birga Bryussel Rossiyani soya flotiga qarshi kurashish uchun yangi sanksiyalar kiritish va Rossiyaga import bo'yicha qo'shimcha taqiqlarni tasdiqlashni rejalashtirayotgan edi. Ammo 20 fevral kuni Yevropa Ittifoqining ushbu rejalari barbod bo'ldi. Endi Ukrainaga Yevropadan ajratilayotgan navbatdagi harbiy yordam haqida qisqacha so'z yuritamiz. La Parisien agentligining axborotiga ko'ra, 21 fevral kuni Fransiya mudofaa vaziri Parijning Kiyevga Mirage 2000 qiruvchi samolyotlarini yetkazib berish yo'lga qo'yilganini e'lon qilgan. Unga ko'ra, birinchi Mirage 2000 qiruvchi samolyoti Ukrainaga mart oyining oxirida va undan keyingi samolyot esa shu yarim yillikda yetkazib beriladi. Bild agentligining axborotiga ko'ra, Shveysariya 2036-yilgacha Ukrainaga 6,4 milliard dollar pul ajratishni rejalashtirmoqda. Bildga ko'ra, bu mablag'ni 443 million dollardan ortig'i joriy yilning o'zida yo'naltiriladi. 2022-2025-yillar davomida Shveysariya Kiyevga Ukraina aholisiga yordam ko'rsatish maqsadida taxminan 7,7 milliard dollar pul ajratgan. Bu
mablag'ning katta qismi ukrainaliklarga mamlakatda 1 yil davomida yashash va ishlash huquqini beruvchi maxsus makon taqdim etishga sarflangan. Endi 20-fevral kuni rasman Polshani Ottawa konvensiyasidan chiqqaniga oid xabarga o'tamiz. Rech Pospolita agentligining axborotiga ko'ra, Polsha 20-fevral kuni piyodaga qarshi minalarni qo'llash, ishlab chiqarish va zaxira qilishni taqiqlaydigan Ottawa konvensiyasini tark etdi. Ushbu shartnoma shuningdek mavjud mina zaxiralarini yo'q qilishni ham nazarda tutadi. Polsha mudofaa vaziri Kasinyak Kamishning aytishicha, konvensiyadan chiqish mamlakatga piyodaga qarshi minalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, ularni Polsha armiyasi qurollari safiga kiritish va harbiylarni tayyorlashni boshlash imkonini beradi. Aniqrog'i, Polsha Rossiya bilan urushga har tomonlama jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqchi. Eslatib o'tamiz, Ottawa konvensiyasi 1999-yilda kuchga kirgan bo'lib, unga 164 ta davlat qo'shilgan. So'nggi vaqtlarda bir nechta davlat ushbu kelishuvdan chiqqan bo'lib, ular orasida Finlandiya, Estoniya, Latviya va Litva bor. Shuningdek, Ukraina ham konvensiyadan chiqishini taqiqlangan minalarni frontda qo'llab bo'lib, keyin ma'lum qilgan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.